Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Qizi Naimaning so'zlarini anglagan Xaloyning ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. Haq Taala bu ona bolaning taqdir qismatlarini shunchalarmi o'xshash ham sho'r peshani qilib yaratgan bormi? Mas'ud Xaloyning yuziga nijosat suvab qilmagan xo'rlig'i qolmadi. Oxiri Xudo uning jazosini berib, qop-qora kuyindiga aylantirib sharmisor qildi. Naima kichigidan tortib beshini silab, shafaat nurlari bilan hayotlik berib, divonlik giryallardan so'rab elib chiqqan ikramchi. Bu tuz ko'rining Xudo jajisini berdi. Uni chet elda bulangchilar o'ltirib, jasadini 10 necha poch qilib dengizga tashlab etdi. Ammo o'sha nejislarning alam xo'rliqlarini bo'ldi degicha tatgan Xaloy bilan Naima taqdirning iltifoti ham hali ham yashayotgan bo'lsa-mu, lekin yuragidagi dog'lar tamoman yo'qolgani yo'q. Ana balaning bag'ri nomusliq nadomatlar tig'laridan laxta-laxta qonga aylangan. Shunga ular o'sha madaniyatlik hayvonlardan qo'rqidi. Yurak oldi bo'p ketgan. Mana qarang, Xaloy oddiy dehqon Ayozni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, Naima ko'mirchi bolani umrlik jo'ri qilib tanladi. Ularning bosgan yo'llari xayrlik bo'larmi? Bir nima demak tez. Egisi bilmasa, bandi bilib bo'lmas. Xaloygu umrining oxirigacha Ayozni g'oyivana yaxshi ko'rib, muhabbatini u dunyoga o'zi bilan birga elib ketishi mumkin. Ammo Naima bilan to'g'liqchi. Ularning qo'shilishi o'zlariga bog'liq-ku. Aytilishga shundoq aytiladi. Ammo reallik ham odamlar ularning orzu tilaklariga boqmaydi. Go'yo Naimaning yuragini ular yasab bergandek, bu qizning his tuyg'ularini, sevgi muhabbati, umid tilaklarini o'zlari bilgancha boshqurg'usi ham taqdiriga changal solg'usi. Belqut xazinasi. Shundoq odamlar borkin, xuddi qutri eshakdek sirkalmaydigan yeri yo'q. Bizdagi nasab shajarisi, pul dunyo ko'z qarashi, yurtvozlik, tar mahkamachiligi, amal mansab hukmronligi qatorliqlar qachongacha odamlar o'ttirsidagi to'qqanchilik, mehr muhabbat, do'stlik ham burch munosabatlarini tark etadi. Xaloy divanda bosh selib o'ltirgan qizi Naimaga qaragan seri yo'g'on yosh tomchilari do'malab tushmoqda edi. Endi qandoq qilib? Shon shuhrat, nom atoq, obro'y, nasab uchun jinini selib berishdan yonmaydigan nozir ularni ko'rib qopti. Yana kelib shuncha mo'tibar zotlar, obro'yliq boylar, amaldorlik tojisiga to'p qondirmaydigan mansabdorlar bos o'rinda hammasi ko'ribdi. Ular nimalarni deyishgandu? Bu odamlar ko'rinishda salobatlik, bir-birining nom amaliga bay'at qilgandek, issiq salomlashib yurganda qilgani bilan ichi qo'tur, ko'zi kichik, qursig'i tor, ko'rinmas odamlar. Kimning kichikkina aybi ko'rilsa, "Voyt" deb vaqirishadigan. Bo'lsa, eng yaqin birodarining bir yerlari echilib qilib, xalqning oldida qongacha bir kulishi varsa, uni masxara qilib, xas tuproq bilan tang qilib etsa, shodlanadigan qora niyatlar. Bu ko'ralmas masxarivozlarning eng oldida yo'l boshlab mang'adigan sarkisi yiliqi ishqivoz dok ag'zam to'ra. Uning sesiq og'zidan hargiz yaxshi gap chiqmaydi. Turdi Hasan mana o'sha odamlar oldida yuzi to'kilgan ekan, oilada biror bo'ron chiqarmay qolarmi? Naima qizim, dedi Xaloy yer baqqan peti. Urumchiga ketsangiz bo'larmikin? O'zimning berib kelish bir o'yin bor edi. Naima opsiga tikilib qarayamadi.
Әмма берішнің алдыда тоғылық білән бір көрішімсәм болмайды. Яны неме деп жөйліватысыз? Халай вақырып әтті. Мені яшығылы қоямсыз, yok. Dadınız kep qalsa texi neme işla boп kete? Apa, siz bir burdu nandın ənsiravatsız. Nəyime açıqda neme davatqallığını bilməyi qaldı. Xizmetinizdən qəsdən qaldırıb ətkən dadamның məqsədimu sizni muşundaq benəzər qılıb qoyuş idi. O gerçi öz atanız bolmasımı onun əcri izchil səmimi boldu. Xalay derize aldığa keldi. 4 yaşınızdan tatib baxdı. Boynunuzunu qısıldırmay, toqqızınızını təlqib bədi. Hətta ali məktəbə ötənməsiniz, onun amalını qıldı. Biroq ikramdak bir rezil mal'un üçün o'qishingizini tashlab, do'kon echib, uni o'qitdingiz. Oqibat nima bo'ldi? Sizdek go'zallikda tangdoshsiz, o'zining qizidek bir kichik notivanni elib olgan ekan, badal to'lamasi bo'lamdi ekan. Naymamu o'rnidan turib ketdi. Bugun u ishlarni esimga selib obdan qildingiz. Her qandaq odamning, bo'libmi yoshlarning azidigan, qaymoqadigan, turmush ochchiligi dush kelganda yo'lni to'g'ri tanlayolmay, tengirqab qoladigan chaqlari bo'ladi. Sizmi buningdan mustasno emas. Xalay nima deyarini bilmay qoldi. Chunki Naima uning eng ojiz tarafiga qo'l solgan edi. Rost emasmi? Mas'ud maktabda qandoq bola edi? Qanchilab tanqid anglab, tekshirish nomalarni yozmagan. Shundoq turg'uliq Xalay uning qurgan to'zg'iga tushib qolmadimi? Bo'ldi qizim, takallashmayli. Men sizga tang bo'lamayman. Xalayning yig'ilganligi ovozidan bilindi. İkimiz xap bo'lishib qolsak, bir-birimizning yurak yoralarini tatilab qo'ydi ekanmiz. Xap bo'lmang, oppa. Naima Xalayning oqisidan quchoqladi. Mening mush og'zimni esa ba'zida qaqillaydi chaplab etkim keladi. Ya Allah, qizim, bir gapingiz yig'latadi, bir gapingiz kuldiradi. Ağzınız əcəbmi iştiq o sizning? Bugungi ish to'g'riliq dadamga o'zim javob beray. Jenim dada, endi bu ishlar takrorlanmaydi deb va'da beringki, og'zingizni hargiz qattiq qilmang. Men o'z vaqtimga to'p chachadigan gaplarni qilmayman, gapning rostini deyman. Po'ximang, dadangiz sizni yaxshi bo'lsin uchun shunday qiladi. Onun yaman niyeti yok. Yaman niyeti yok? Naima asta takrorladi. Buni vaqt belgilaydi. Qani ko'ramiz. Ular yana munozirlashgan bo'ladi, lekin ho'ylaga mashina kirib keldi. Xalay derizadan erining oldirab mashinadan tushganligini ko'rdi-da, ustaldagi narsalarni ishorat qildi. Naima tilxatning asli nusxasini dadasining ishtanining orqa yonchig'iga, qolgan ko'paytirilgan nusxalarini so'mkasiga oldirab selib bo'lish bilanla Turdi Hasan qora bo'randek etilib kirdi. Uning yuzi hüppidi esilib ketgan bo'lib, ko'zlari netchkicha uxlamagan odamdek qizargan edi. Etlik qalpoqlari bo'lsa tinimsiz mitildab so'g'uq talatidan vahshiylik chiqib turadi. Uning yovuzlik yig'ib turgan chiroyidan aymangan Xalay darhol o'rnidan turib Naimaga qaradi. Qizim, dadangizga choy damlab kiring, ustabma qolgandi. Lozimi yo'q, usamadim. Turdi Hasan qotlanma o'rindiqni joqla qo'yib eshik oldini to'sib o'ltirdi. Usugan taqdirdimi, mundaq tuzkorning chayini ichmasmana? Xalayning ko'zlari g'ilpallab qiziga pallada qarab qo'ydi. Naimaning bir dilla jahlit qatdi bo'lg'ay, uni petini buzmay, qo'llarini oqisiga qilib tomga yo'landi. Hem hech heyaqmay Turdi Hasanga ko'zlarini qadadi. U mushu yoshlik bo'g'icha dadasiga bundaq so'g'uq nazarda qaramagan edi.
Durs. Naima 4 yoshdan oshganda o'gay dadalik bo'lib qoldi. Biroq uning Turdi Hasanni o'gay dada deb o'ylashqili tili kuyatdi. Nima uchun? Xal'ayning husn ruxsariga ming balolikda erishgan Turdi Hasan Naimani o'z pushtidan tamgan qizi Hamidadan muchari ko'ratdi. O'gay degan bu ko'ngilsiz atalg'uni hech kimning tilga elishiga ruxsat qilmaydi. Ham shuningga oid har qanday doritmalash, so'g'uq nazar, sesiq gap qilishlarni qat'iy cheklaydi. Hatto u bir qitim "Xal'ay, agar birarsidan Naima o'gaykan degan so'zni anglab qolsam, sizdan ko'raman" degan edi. Shunga dacha selangan shu yillardan beri Ayaz bilan Oysimamu Naimaning Turdi Hasanga o'gay ekanligini bilmay o'tib ketdi. Hatta balaliqidan birga o'sib cho'ng bo'lgan Ikrammu bu ishdan xabari yo'q ekan. Xo'sh, shundaqkan Turdi Hasan bugungi kunda Naimani tuzg'or deb tillash orqali o'zi tuzgan qoida nizomlar qal'asini o'z qo'li bilan buzgan edi. U zodi nima demoqchi? Seningdek yotlab pushtidan bo'lgan bir yetim o'g'loqni beqib cho'ng qilmaganim osonga tushganmi? Sening shu dematlik bo'lmaqan kimning saxovati? Mening bu jon kuyarlikim badaliga bir ko'mirchi balaga taqdiringni bog'lab, mening yuz obro'yimni, shon shuhratimni xas tuproq qildim. Bu tuzkorlik bo'lmay nima? degan yalang'och bishorat edi. Bu so'z Naimaning yuziga xo'rliq yundasini chashqandek bo'ldi. Shunga uning chiroyi g'azabdan qizirib ketdi. Dada, gapingizni men to'liqlab qo'ysam xafa bo'lmaydigansiz. Muloyim Naimani nimadir qo'rqmas qilib atgan edi. Tuzkorning orqasiga xoin, osiy degan atalg'ularni qo'shib atgan bo'lsangiz, qursoq ko'pikingiz bir yo'lini bo'shaydi. Chunki mendek bir otsiz qiz tuzingizni yeb, tuzliqingizni chaqdim emasmi? Bu xoinlik ham osiylik bo'lmaydimi? Naima? Xal'ay chiroyi sup-sur tatirib ketgan Turdi Hasanga qaradi. Og'zingizni tiying. U sizning dadangiz. Shundoq, men ta hozirgacha Nazir dadamga qara sanamay kelgan edim. Ham sizg'an siziqidan faqatli chiqmadim. Naimaning ko'zlaridan 2 tomchi yosh orqa-orqadan do'milab tushdi. Biroq dadam o'z og'zi bilan sen bo'lsang mening pushtim emas degan bir nuqtani isbotlab berdi, shundaq-ku. Bu Xal'ay zodi nima bo'lib ketdi o'zi? Turdi Hasan ketkizib qo'yganligiga o'rtinib ketdi. Men shundaq dedim-mi? Mening so'zimdan shundaq ma'no chiqqandi, ha? Naima, nimandaq ta'tirlik qiladigansiz? dedi Xal'ay ko'zlaridagi yoshni surtmay. Albatta, dadangiz sizni yomon bo'lsin demaydi-ku. G'imingizni yeb, japoyingizni tortib kelyotidi. Rost deysiz, apa. Oliy maktabga o'tamisam, kimlarningdir arxivlarini tayyor qilib berdi. Naimaning talaffuzi ta'addi bilan chiqyotdi. 50 ming so'm xajlab grim dukunining xo'jayini qilib qo'ydi. Mushunda g'imimni yeb, japoyimni topgan yerda men tuzkorlik qilmasam bo'ladi. Bo'ldi. Men yomon, eski, men yaxshi ota emas. Ota o'gaylamas, bola o'gaylar degan gapga endi ishondim. Mening shunchalik gapim tosh to'qmoqdek bilingan bo'lsa, mushu og'zim, hammani qilgan mushu og'zim. Turdi Hasan og'ziga bir necha shapaloq selib edi, qalpoqlari qonab ketdi. Bilib qo'ying, sizsiz ozg'ini do'stlaringizning oldida sesiysiz. Menchu butun jamiyatning oldida sesiyman. Meni bilmaydigan odam yo'q. Menga yuz kerak emasmi? Bugun shahardagi eng mo'tivar zotlar
Baylar, çoğun əməldarlar, cemaat ərbabları aldıda yüzüm taplımı tezek buldu. Bəzi dili zəhər, tili nəştər məl'ulla, nəx meydandıla, nam şərpimge nicasət suvidi. O'rnidan turib qo'llarini shiltib, mo'rilarini silkib, qattiq hayajon bilan vaqiravatgan turdi Hasan, zo'qqida o'ltirib, tizlariga jaynaklagancha chekinlarini qamalladi. Nayma, hey nayma. Yumshoq karvatga qo'llari cho'kib ketgan Xolay beshini ist aylagandek chayqamoqda edi. Yurkingizga qo'lingizni selib beqing. Dadingizning qilganlarini 10 jeningiz bo'lsa-mu qaytirib bo'lamaysiz. Xafa bo'lmang dada. Nayima turdi Hasanning bechora holatini ko'rib ichi og'rib qoldi. Mendan o'tgan bo'lsa, afu qiling. Durus, Nayima izotatdi. Tuz ko'r degan bir eg'iz gapga shunchavala esilvamisi bo'ladi. Dadasining niyati bilan hisoblashib o'ltirmasaqmi, Naimani shu bo'yliq bo'lg'icha xuddi qo'lo'li qarnidagi marvayitdak e'tiborlab boqqani rostku. Shu turqida bu bag'ri yumshoq qiz dadasining og'zidagi qonni ko'rib birdilla erib qoldi-da, uning oldida tizlanib o'ltirib, qalpoqlarini surtdi. Bo'libmi turdi Hasanning oti o'gaylimas, bola o'gaylar. Mening shunchalik gapim tosh to'qmoqdek bilingan bo'lsa, men butun jamiyat oldida sesiyman. Menga yuz kerak emasmi? Naq maydondala nom sharifimga nijosat suvidi degan so'zlari Naimaning qalb rishtalarini chekib, izha nomus ko'llarini tavirtayotgan bo'lsa, opsi Xolay, yuragingizga qo'l selib beqing. 10 jeningiz bo'lsa-mu dadingizning qilganlarini qaytirib bo'lamaysiz. Deyish orqali erining nurg'unlagan saxovat ham shafoatlarini esiga solgan edi. Tova, ajoyib ustalik. Turdi Hasan bir eg'iz gapni ortiq qilib ketkizib qo'yganligini qizning azaylashlaridan bilib qoldi-da, xotni yo'tkidi. Әмді көмірчі баланың гепini chiqirib, nab olamaydiganligiga ko'zi yetdi. Aksicha Naimaning jahlini qotirib, keyingi nozik planlarining quyruqini qum besib qilishidan ansiradi. Undaqda eng to'g'ri ham osoyishlik yo'l zodi qaysi? Mijazi tüptüs, ko'ngli oq, bag'ri yumshoq, asan hayajonlanadigan bu ona balalarni eng yaxshisi ta'sirlantirish kerak. Hatto ular ich og'ritishdan yuraklari ezilib, ko'z yoshi to'kib, afu so'rasin. Buning uchun bo'ronqi himmat saxovatlarini minnat qilmay, balkim o'zining uvalchilikqa uchirganliklarini deyish kerak. Hatto bu nohaqchilikqa chidayolmay, o'zini o'zi qachatlasa nima bo'pti? O'tmishdagi xon podshohlarmu kichikkina Nusrat uchun xotin qizlarini do'g'i tikkan emasmidi? Oningga qaraganda tumshqi ozgina qanab ketsa, qarayti chaqliqku. Shiddat bilan besib kelgan bir parcha qora bulut chaqmaqini chiqib, hayvatlik guldirlab o'tib ketdi. Biroq uning yoshirin vahimasi necha kunlargacha Xolayning ko'nglidan ko'tarilmay uni andishaga selib qo'ydi. Garchi turdi Hasan gelini qirib qo'yib, so'z tabassum ichida gediyib yurganda qig'ini bilan chivinning qonatida ko'ngil og'riqini 10 yillab unutmaydigan adovatxo'r odam edi. U qandaqdir muqomlarga keltirib o'ch oladi yoki nashtirini 1-2 qatam sanjib elib puxadin chiqadi. Bir kechasi amdili yotgan Xolay qizi Naima uchun kechirim so'rab edi. Turdi Hasanning burnining ikki tarafidagi cho'nqur qo'riq bo'lsa, mangzi tarafga salla tortishdi. Bu albatta kulimsirgan ifoda edi. Biroq ko'zlarining qorchuqi pildirlamay bir yerda qetib turganicha cheqin chiqib o'tadi.
Shundaqdimi Turdi Hasan ovoziga muloyimlik, chiroyiga samimiylik tusini berib, ko'nglidagini deb baqmoqchi bo'ldi. Chunki 3 kunning oldida Ayazning qo'lidagi tilxatni qo'lga tushirish vasvasasiga tushib qolgan Turdi Hasan Obzar xo'janing chayiga kechikib qolganligi uchun Udulla kichik cho'qurga borgan edi. Saqchi boshlig'i Mahmud Ziyo uningga qatlangan bir konvertni berib, "Qovuzning tavi bo'lmag'ashqa men og'ash keldim" dedi. Ular ikkisi Merkezi partiya maktabida birga o'qigan saboqdoshlardan edi. Turdi Hasan dalda bir yerda konvertni ochdi. Zaharlik suiqasdi barbod bo'lgan Qovuz oxirgi umidini Turdi Hasanga bog'lagan edi. U xitida dadisining oltin do'kini echib bermaydiganligi haqida to'xtalib ag'zam to'rini bir muncha yomonlab bergan edi. U xatning oxirida "Agar Naimani to'y qilishga ma'qul keltiralisizlar, bir haftaning ichida 300 ming so'mlik oltin do'kini echib beraman" deb va'da qilgan edi. Qisqasi, Qovuz xitida osmondagi yulduzni qo'ynalariga selib berman demagan bo'lsa-mu, uningdan boshqani va'da qilgan edi. Demisimi, Qovuz har qanday ishda ko'ngli xush bo'ldi-mu, mardligi tutib hech nimani ayamaydi. Mana amdilikda söyleti 100 g'irish, xo'riki 1000 g'irish hol ay bo'lsa, qizi uchun kechirim so'ravatdi. Bundaq aplik fursatda uni bir chekib ko'misi bo'lmaydi-da. "Hol ay", dedi Turdi Hasan past ovozda. "Naymaga xizmat ishlab baqsangiz bo'pti ekan. Qovuz bakmu tanglikka selavatdi. Albatta, umu o'rimchi xazinasi ko'zga ko'ringan boylardan bo'p qoldi." "Nima?" Xalay g'azablandi-yu, biroq shu hamon o'zini tutib oldi. "Qovuz bo'lmag'ir odam. Uning qo'lidan hamma askilik keladi. Eng yaxshisi Naimaning xohishiga boqmasak bo'lmas." "Xohishiga boqmasak" degan qandoq gap u? Turdi Hasanning ko'z jiyaklari yirtilib ichildi. "Sizmi heliqi ko'mirchi zangiga moyil bo'lib qolgan o'xshamamsiz?" "Men undaq demadim-ku." Xalayning ovozidan amalsizlik chiqib turibdi. "Men sizdan battar xafa bo'lyapman." "Bilaman, siz Qovuzga o'ch." Turdi Hasan Xalayga ko'z quyrug'ida qarab qo'ydi. Biroq dadasining askiligi o'ziga, o'g'lida nima gunoh? Xalqlarning yolg'on yovdoq gaplariga ishonmang. Hammasi Qovuzni ko'rmaganlarning topgan fitna ig'volari. Shundaqmi? Xalayning ovozidan qattiq ta'addi, qiyniqmas dushmanlik purg'i kelib turibdi. Lekin Turdi Hasan buningga ancha diqqat qilmadi bo'g'ay. Shundaqmi so'zidan mamnun bo'lgandek bo'ldi. Xalay bo'lsa, u mal'unning ismini endi anglamay degandek so'z karvanini boshqa yoqqa burdi. "Naima o'rimchiga mangmoqchi", dedi Xalay erining chiroyiga qaramayla. "Bir necha kundan beri sizdan xijil bo'lib diyammidi? Ati o'gin mengib qolarmikin?" "Qaytib keladigan-du." Turdi Hasanning qapoqlari mijjida turildi. "Alayli, do'konining ishlarini bir qurrabga selib elib deyman-a?" "Albatta keladi." Ko'zlari yumilib ketayotgan Xalay so'zib esnadi. Necha yillardan beri xeyli charchagandek qiladi. Bu yil yozni mashhada o'tkazaman degandek qiladi-ku. Qara, bu ona bola Hozozullarning niyatining yomonligini. O'rimchiga berish nimaga zo'rroq qolgandu, ha? Tayinliq ikki do'konning bankadagi hisobotining maxfiy nomerini o'zgartirish, bank nomerini almashtirish. To'g'ri, pulni yetkash. Kimningdir nomida yetkash. Chunki u qanchuq heliqi zangiga oshiq.
Mening o'lsammi qo'shilmaydiganligim ularga ayon. Turdi Hasanning kallasidan ana shunda xiyol kechayotganida tuyuqsizla bugun kashlik tomoq oldidagi bir sirliq ish ko'z oldida namoyon bo'ldi. Bo'kkida anar ko'chatlari yanidagi chig'ir yo'lda Naima Ayazga nimadir dedi bo'g'ay, u mu beshini g'ildinglatdi. Ham ular to'limi qisqa bir narsa deyishib ayrilishdi. U ikkisini nima majburiyat uchrashtirgandir? Nimalarni deyishgandir? Yoki Naima xol ay bilan Ayaz o'ttirsida dallollik qilyapamdi? Yo'q, bu qiz undoq kelish paxas ballardan emas. Mana mushundaq taq-tuqa suollar bilan tengirqab qolgan Turdi Hasanning birdilla ko'z oldi yo'rib, sirliq uchrashishning tegiga yetgandek bo'ldi. To'g'ri, Naima Urumchiga menish oldida heliqi ko'mirchi zangi bilan uchrashish kerak. Xol-oy! Turdi Hasan o'llikroq to'ladi. Hey, xol-oy! Ayolining yanida pushildab uxlayotganligidan ko'ngli amin topgan Turdi Hasan yana birdam yotgandan keyin o'rnidan asta turdi. Ondan shipildab koridorga chiqdi-da, chatdagi hujra oldiga shapi chiqarmay yetib keldi. Eshik qiya ochiq bo'lib, derazadan tushgan oy nurida uy ichi suv yo'rib turibdi. Turdi Hasanning qilin qapoqlari dahshatli tutilib, tishlari g'uchirladi. U o'ylagandekla Naima hujrasida yo'q edi. Turdi Hasan palampaylardan tushgan oy nurida grimsan havorang tovalanib turgan o'yli bog'larga zan sanmoqda edi. Dacha go'ya yer tinshavotgandek jimjit uyquda bo'lib, ko'l bo'yidagi ravoq ham shoda o'rindiqlar qorayib turibdi. Yulduz to'dilari qaplagan nil ranglik osmon shunchalik go'zal ham mata tanlik ediki, kishi bu sirliq dunyoning ajoyib karomatlariga tasanno o'qiydi. Ammo bu Go'riston jimliqiga cho'mgan tun kechida Ayazning ikkili derisi xuddi parqaroq qo'ng'izdek yo'rib turadi. Buningdan gumoni kuchaygan Turdi Hasanning qorichuqlari go'yo qushqash changisiga qadalgan o'g'ir mushukning ko'zlaridek yaltirab ketdi. U Ayazning uyiga asta yaqinlashdi-yu, darhalla anar ko'chatlari doldisiga zo'ng'iyib o'tirib oldi. Chunki eshik ochilib, Ayazning qomatli kelishgan gavdasi ko'rindi. U atrofga nazar solgandan keyin nimadir deb shivirlagan edi. Keng ko'kraklik egiz bo'y birsi bilan savri badan nozik bir kulanga uydan chiqdi. Turdi Hasan anar ko'chatlari orasidan ularning birsi Naima, yana birsi ko'mirchi bola ekanligini aniq tanidi. Voy rasvo solamchi! Shivirladi Turdi Hasan. To'g'liq bilan Naimaga nimadir davatgan Ayazni tillab. To'qsanang to'ldi munofiq. Tevinadigan pakit isbotlaringmi kuyib kul bo'ldi. Qani nimang bilan sakraysankin amdi. Turdi Hasanning ichiga uyib ketgan o'g'a birdilla o'rlashga boshladi. U etilib chiqib, uchilisini rasvo qilgisi keldi. Biroq uning tutayotgan g'azab yolqinini keyinki yetmoqchi bo'lgan orzulari cho'ldagi beshindak vashshida o'chirdi. Qisqasi, muhabbat o't pirog'ida kuyib, sherin azobidan lazzatlanayotgan qizning hech nimadan yonmaydiganligi aniq edi. Shundaqla uning g'azab o'tini tutashtirib, jannati Rizvonga yetanmaydiganligini biladi. Shunga u Ayaz bilan Naimaning tug'liqni shotiga yamashtirib, tomdan ortildirib, tushirib etganga qadar sukut qilib jim o'tirdi. Dumbaq oxiri yerildi. Naima Urumchiga mengib hafta bo'lmayla Turdi Hasanning pensiyaga chiqqanlik xabari keldi. U quloqlariga xabarning rost yolg'onligiga ishonmayla qoldi.
Hatta birodarlarimdan birarsi chaqchaq qilayotgan bo'lishi mumkin degan umidda "Vay, kotib, aniqroq so'zla, anglayolmadim" deb behmu zaif g'ingshidi. Biroq pensiyaga chiqarish rasmiyatlaringiz yuqoridan tasdiqlanib tushdi degan so'z uning mengisidan kirib tapinidan chiqib ketganligi rost. Shunga Turdi Hasan o'zining ketsi dachaga aymanmay kirgan ko'mirchi zangining adabini berish niyatidan vaqtincha yondi. Albatta bu shum xabar Ag'zam To'rining quliqiga kirib qolsa, bu iskatsiz do'q xo'shalligida chosuvda usul o'ynashdan yanmaydi. Texi oltin do'kini echib berish uyoqda tursin, men seni nada ko'rdim, mutaham deb tilishi turganligi. Shunga u darhalla shaharga kirdi. Lekin Ag'zam To'ra yeliqi sur bosgan dochida bo'lmay, balki oltin konga ketgan edi. Turdi Hasan huzuri jannat sauna monchisaga bordi. Nozirni taniydigan ling tasma bosh mulozim uni ichkari tashqari bo'limlardan o'tkazib ayrimxonaga obordi. U oldidagi g'alati manzarani ko'rib, ko'zlariga ishonmay qoldi. Xuddi qaynoq suvda patlash uchun taxt pushqa elib qo'ygan tunguzdek qop-qora bir odam karvatda lig'irlab dum yotadi. Uning uchisida kiyimga taliq birer tol yetmi bo'lmag'ashqa buqi bo'ynidan tortib so'gat kutikidek dumbisini, bir dast langpondek sag'irsini, juvaz o'qidek bilak yo'tillarini suvari chupur qoplab ketgashga go'yo alomat zo'r tuklik qurt qili o'xshaydi. Ammo bellari inchga, oppoq badallik, nozuk bir qiz bu qora qurtning ustiga minib olib, yumron alqonlarida uni uvalayotdi. Turdi Hasan qizning qip-yalang'och turqidan ayminib kayniga yanmoqchi bo'lib edi, qiz likkida irg'ib pastga tushdi. Shu chog'da ayon bo'ldiki, qiz har holda butunlay yalang'och emas edi. Uning dipdigila qo'sh ko'ksining to'pchalarini yetib turgan quta og'zidak beg'irtaq, uyatliq yeriga tortib olgan to'rsimon qizil gul yapqo'la inchka yip bilan tortilg'ashqa orqa tarafi yalang'och ko'rinadi. Qavuz begim, bosh mulozim bekchilardek to'lg'inib mungluq xingladi. Hay Qavuz begim, Nazir xo'jam ketdikan, o'zlari bir nima deganda qilib edilar. Tu Nazir keldimi? Qavuz qayrilib asnavidi, varaqning sesiq busi gupli urildi. Merhaba tu Nazir, kiyimlarini salsila. Mening kelgusi qaynatam, qani silamu huzuri jannatning payzini bir tetib baqsila. Bo'ldi. Men boshqa chaqda kelay. Hey qanjoq, oqta otning kokisidek gildinglab turg'icha Nozir begimni yeshindirman sen. Qavuz yerim yalang'och qizga vaqirdi. Tez bo'l, mabishak. Qavuz begimning nima deganini sen menga olamadingmi? Bosh mulozim bo'ynini qiqib, qoshlarini etib, ovozlarini sozlab, ko'zlarini o'ynatdi. Xudoyim, olqandek yerni sallaga bergicha menga baschu koshki. Voy, qadriga yetmagan aqlsiz po'xla. Oppoq qiz taraf bala Turdi Hasanning bel tasmasiga esildi. Nozir uning qo'lini ishtirib etgan edi, u ishtonning tugmasiga qo'l uzatdi. Ishning chatoqligini his qilgan Turdi Hasan chimeliga yem bo'lish oldida turgan kasbanchukdek g'ildirlab chiqib ketdi. U koridorga chiqqandan keyin peshonasidagi terlarini surtib, deb chonqir tindi. Albatta u intayin qo'rqinchli bir fojiadan qutulgan edi. Yilqi yillarda
Naq mushundaq chömöle, bel nazininla, naz karashmalari orqali xilma-xil dorilarni yegizib, uni kordan chiqargan emasmidi? Baya qovuz oppoq qizni oqta otning bir nemasiga o'xshatib tillaganda Turdi Hasan xudirsinib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Xayriyat pensiya xabarining ota-bola millionerlarning quliqiga yetib kelishidan ansiragan Turdi Hasan dastlab qeyri choyon, ag'zam do'qni izlab, oltin konga 5 kungacha bordi. Lekin topolmadi. Ba'zilar uni tog'dagi mollardan 2000 tuyoq qo'y kolini bir chorvachilik maydoniga o'tkazaman deganda qilgan desa, yana ba'zilar bankaga setilgan oltindan masala ko'rilibdi-dek, tayinliq Urumchidagi bosh apparatga ketdimikin deyishdi. Oltin kondagi texnik bo'lim boshlig'i bo'lsa, tog'liqlar yana qutirab qoldi. Shunga yuqori rahbarlik bilan so'zlashgili ketgan o'xshaydi, deb mujmal javob berdi. Lekin bu gaplarning hammasi quruq farazlar edi. Davlat bankalari o'tkazib olgan oltinlar yuqori texnikalik tekshirishlardan o'tkazilgachga, uningdan masala chiqishi aqlga sig'maydi. Tog'liqlarga yangi yoyloq ko'rsatib berilganga texi uzun bo'lmadi. Ularning jidal chiqarishiga Turdi Hasan hargiz ishonmaydi. Әмді tağdaki mallarni her yili bir taraf qiladigan maxsus xodimlar bor bo'lib, a'zam undaq jafoliq ishlar bilan o'zini ufirtadigan odam emas edi. Turdi Hasan pensiya shum xabaridan ularning xabar topgan topmaganligini bilish uchun qovuzni ikkinchi qitim izlab berib, unimi topolmadi. Bu ota-bola hiyligarlar maslahatlashib olgandaqlar qarasini ko'rsatmay 10 necha kun o'tib ketdi. Taqti taq bo'lgan Turdi Hasan bugun sahardala mashinasini o'zi haydab yo'lga chiqdi. U Huzuri Jannat Sauna Monchisining boshqarish ishxonasiga berib saqlamoqchi edi, ammo Iran daryo sahillerini qoplab ketgan qizil yo'pirmoqlik Iran o'rmonligidan o'tib o'q yo'lga qayrilishig'ila oldidan bir kichik mashina quyindek yetib keldi. Turdi Hasan mashinani yondab o'tib ketayotganda tonishlar bir ovoz uni chaqirib qoldi. Assalomu alaykum, Tunazir. Mashina derisidan qovuzning yo'g'on yalpi yuzi ko'rindi. Qoq sahardala safar qayoqqa? Turdi Hasan Iran o'rmonligini ishora qilib nimalarnidir degan edi. Qovuz mashinasini so'lga qayirib, pastlab o'rmon ichiga kirdi. Orqadan Turdi Hasanning mashinasimi yetib keldi. Ular mashinalardan tushib, Iran daryo bo'yidagi ko'p-ko'k chimliqqa kelib o'ltirishdi. Qovuz qizil munar markali tamakisini chiqarib tutashtirdi. Turdi Hasanning tamaki chaqmaydiganligini bilgachga uningga tanglimadi. Turdi Hasan kichik cho'qirda qovuzning xetini topshirvag'iniga 20 kundan oshgan edi. Qovuz Naima to'g'riliq xush xabarni saqlab, shuncha kunlarning o'tib ketganligini bilmayli qoldi. Ammo o'tganda Turdi Hasan uni izlab borganda ig'ir maslik hem heliqi Nazininning silapsi boshlaridan xudini yo'qitib qo'ygan qovuz bo'lsa, Naimani unutgan edi. Shunga u bugun Turdi Hasanning o'tganda nima vajidan izdeganligini bilish niyatida atdigandila dochaga qarab yo'lga chiqqan edi. Lekin u Naimaning Urumchiga ketganligini anglab lassida bo'lib qoldi. Necha kun bo'ldi? Hajab uxmay qapti mana? So'rdi qovuz og'izdagi tutunni pulab etib. 18 kun bo'ldi. Turdi Hasan qo'polli tegdi. O'tganda kirsam, may bo'lib ketibdikansiz. U kuni pig'onim o'rlab shundoq bo'lib qoldi, dedi qovuz nagadir tikilib. Xap qeri. Yoshirin o'yingni tepib olsam, o'zim bilan qo'shib, ko'sayga oylantirib qo'yatdim.
Soda neymiş yüz berdi boyvachcha? So'ramayli qo'ying Nazir. Qovuz suvga shaloqqida tükirdi. Dadam degan qerixonga 17 yoshlik bir qizni nikohlab elib, shahardan uy tutib beribdi. Mana shuningdan beri qarisini ko'rsatmay yuridi. 10 necha kundan beri bir to'qay odamim shuning payida. Xato anglab qolgansiz boyvachcha. Turdi Hasan gap ilish niyatida dedi. Bu töramning kushandalarining topgan ig'vosi bo'lib qolmasin yana. Siz u maydivoz pasandini to'liq tushunmaysiz. Qovuz tamaki qoldiqini pirqirtib daryoga tashladi. Men beka ko'klayotganim yo'q. O'sha nikohga qatnashgan to'landi Maqsumning qoniyini bo'g'ib, yerga birli niqtab turibsam, jon ochiqida jartdi birni qo'yib etib, ondan betbadi. Mundaq deng. Töram birer foyda kunam yetkizmasa. Turdi Hasan Qovuzning etishgan jarohatiga to'satdi. Kichikkina bir qizni bo'visidek odamga beramdi. Shu emasmi? Bilqut xazinasi. Qovuzning chiroyi purishib ketdi. Qizning ota-onasi to'nir yasab sotadigan ko'k namratlarkan. Ular 9 balını baqamay qizini sodalashib dadamga beribdi. Bu ishqivozlik oxiri ro'zg'orimizni qiz cho'kanlarning jigdilik bog'larida vayron qiladigan bo'ldi. Bir-birining payida yurgan bu ota balaning 10 necha kundan beri yo'qab ketganligining tegiga yetgan turdi Hasan ixtiyorsiz hol ayni eslab qoldi. A'zam töre nayimaga elchi kirgizib burniga yegandan keyin xotinboz Qovuz qanot so'rab dochida paydo bo'ldi. Shu chaqda Xolay ba'zilari boy bo'lsa muarifga yordam qilib nomratlarni yo'laydi ekan. Ammo bizning ba'zi boylarimiz puli ko'paygan sari xotin ustiga xotin elib shahvat xo'rliqqa beriladi ekan degan edi. Mana avu dok qerining ikkili puti go'rga sangilab qolsa-mu, yanana yosh qizlarning taptik haroratiga maydisini qoqlab yuribdi. Qovuz bo'lsa, otasining yilikini sho'rab, sauna satanglarini samirtib atadi. Otasining g'iri nima bo'lsa, bo'lmamdi. Uning bilan turdi Hasanning nima ishi? Ular payisha xotinlarning yunda avrazlariga chilishib qolamdi yoki bir-birini talab qancha ishamdi. O'zlarining sho'ri. Ularning mundaq chelishishlari turdi Hasan uchun ziyini yo'q. Mana 10 necha kundan beri ular bir-biriga xirs qilib, bir-birining payida yurib, pensiyadan iborat shum xabardan xabarsiz qoldi. Ota balani bir-biriga kirishtirib qo'ysa, ba'zida o'ttiridan foyda og'ilimi bo'ladi texi. Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balon nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini aytki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.